Assalomu alaykum. Giperbrendstroj mijozlari. Giperbrendda yana bitta yangiliklarimiz sizlar uchun. Seyflarimiz keldi Xitoydan, pisochniy, несгораемый va oddiylardan. Xo'sh, 80 kilo, 100 kilodan boshlab to 300 kilogacha, razmer hajmimiz 50 santimetrdan boshlab 50 santimetrdan boshlab 50, 60, 81 hajmgacha bor. Kачествосiga gap so'z yo'q. Juda yaxshi zamonaviy hozirgi chiqqanlardan. Xo'sh, bor. Kalit bilan ochilayotgani bor, kod bilan ochilayotgani bor. Masalan, bunday qilib kodga qo'ysangiz agar kodga qo'yasiz, kodni terasiz, open, ochildimi? Ochildi. Mana shunaqa qalinligi 12 santimetrdan oshiqroq, 15 santimetr zamok, 6 talik tak 3, 6, 7, 8, 9, 10 ta zamok yopiladi. Tepasi 2 ta, pasti 2 ta va yon tomonidan 3 tadan zamoklar bor. Mana seyfni ichi ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda telo taqinchoqlar va xohlagan bir qimmatbaho narsalaringizni qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda so'm, dollar kimda qanaqa bor, bemalol ichida saqlashlaringiz mumkin. Mana shunaqa seyflarimiz kelgan. Marhamat qilasizlar. Mana bunaqa zamoklar, mana bunaqa seyflarimiz ham bor. Xo'sh, kodi endi buni kishini 17, 60, 89, buni ham hozir ochib ko'rsatamiz. Hammasi ham kalitda, ham sifirda ochiladi. Har xil hajmda bor. Mabodo bir muammo bo'layotgan bo'lsa-chi, ochilmay qolsa, qulflanib qolsa, esingizdan chiqsa kodlarni ochib berayotgan spetsialistlarimiz ham bor demoqchimizki. Xo'sh. Chekan bu 17, — 60, yana bitta 60 va 89. Mana shunaqa ish qilib ochiladi zamok bilan. Bularni o'tirib bemalol bir o'rganib chiqish kerak. Xullas kalom, kimda agar biron bir savollar bo'lsa, bemalol 90lik kod bilan 799 33 raqamiga telefon qilsangiz, podrobni hammasini tushuntirib o'tamiz. Dostavka shahar ichida besplatno etib 100 gacha beriladi. Savollaringiz bo'lsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Obuna bo'lishni unutmanglar. Giperbrendstroj hamma vaqt sizlarni kutadi. Kuzatib boring, yana har xil yangiliklarimiz chiqaveradi hali. Kuzatib boring. Hali ko'p narsalarimiz bor sizlarga ko'rsatib o'tilayotgan. Asta-sekinlik bilan aytib o'tamiz hali hammasini. Ko'p hali yangiliklarimiz bor. Hozircha mana shu yangiliklarimizni aytib o'tdik sizlarga. Rahmat sizlarga, salomat bo'ling.